Bugungi videoni hali ham 30 ga kirib uyda o'tirib qolgan bolalarga jo'natib qo'yamiz. Chumchu deysizmi, yovvoyi kaptar deysizmi, yovvoyi quyon deysizmi, kakli deysizmi, o'rdak deysizmi, tuya go'shti deysizmi. Pol fabrikatga alohida ahamiyat beramiz. Tugilishini qaranglar. Chuchvara deysizmi, kaklet deysizmi, uyg'urcha manti, o'zimizning manti, pomidor ichida qiyma, bolgarskiy, kiyevskiy hammasi muhayyo. Orqamda ko'rib turgan mahsulotlarning hammasi uyda damashli tayyorlanadi. Sifatini ko'rasizlar. Kapchorni mana. Sayskalarni qaranglar. Mana buni qarang. Mol go'shtidan press. Lekin uncha-muncha do'konda bunaqasi yo'q bor-ku. Mana men ko'rib turganinglar, hozirgi paytdagi trenddagi go'sht. Usti sir, ichi to'la mol go'shti. Bundan tashqari tarash, archa, mol go'shti hammasi muhayyo. Olasanglar, surqazi bor. Xohlasanglar pishganlarigacha. Lekin qazini sifati qazin nomeradingda. Xohlasanglar tamatli, xohlasanglar tamatsiz, xohlasanglar qo'y tili, xohlasanglar mol tili, xohlasanglar quyon, xohlasanglar go'sht, xullas hammasi. Vareniydan tortib asaligacha, norindan tortib tandirgacha. Qazin nomerading. Keling, o'zingiz baho bering. Ha, oka. Voy, qo'ydim.